oyisi qo'ymaydida, qo'lingni tort undan deydida, yuqumli kasal deb o'ylashadimi bu bolalarni? Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan Alisher Ahmedov klinikasiga yaxshi mutaxassislar borligi uchun 2023-yilida, o'sha paytda o'g'lim 3 yoshida, 3 yoshida kelganimizda bo'yin tutishi, bel tutishi, emaklamasligi va qo'llarida, oyoqlarida tonusi kuchli holati bor edi. Bo'yin tutishlari ham qiyin edi. Hamma taraflama diagnozi ko'p edi. Keyin shu etapma-etap har oy kelib shug'ullanib, massaj elfikalar davom ettirib, Alisher Ahmedovning o'zidan, Hasandan, keyin hozir Dimadan massaj olamiz. 3 yillik rezultatimiz, 3 yillik o'zgarishlar juda ham zo'r. Hozir Allohga shukr, bo'yinlarini tutib, emaklab, yurishga harakat qilyapmiz, qadam bosyapti, bellarini tutib, o'tirib, hamma taraflama tonuslari ham ancha tushgan. Orada yana Dimadan osteopat oldik. Ularning ham rezultati juda ham zo'r. O'sha bir kursni lichenani o'zida biz rezultat olib, muvozanat paydo bo'ldi. Umurtqasida ham qiyshaysh bor edi. 3-kurs lichenamizda umurtqasi ham tekislanib, gavdasi tekis bo'lib, juda ham tez ko'rinarli natija olib ketyapmiz. Allohga shukr. Alisher Ahmedov klinikasiga va alohida Dimaga o'z minnatdorchiligimni kattadan katta rahmatlar aytib va boshqa tashxisli farzandi bor onalarga shu klinikani maslahat bermoqchiman. Kelib, bemalol shug'ullanib, yaxshi reabilitologlarga uchrab, shu yerga kelib massaj olib ketishlarini tavsiya qilaman.